Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Zuko AI botini ishlatib ko'ramiz. Yuqorida foydalanib ko'rgandim. Xo'p, menga bitta prezentatsiya yaratib berdi. Kelaylik yana bir marotaba yaratib ko'ramiz. Avvalo balansimizni to'ldirib olamiz endi. Startda bosamiz. Balans to'lov qilish. Karta orqali to'lov. Chekni yuborish. Hozir 1 daqiqa to'lov qilishimiz kerak. To'lov yuborildi, cheki. Ozgina kutamiz, adminlar tasdiqlashi kerak. To'lov tasdiqlandi. Taqdimot yaratishni bosamiz. Mavzu nomini kiritamiz. Mavzu nomi to'liq va tushunarli bo'lishi kerak. Shablon tanlaymiz. Sahifalar soni, tayyorlash. Prezentatsiya tayyorlash jarayoni boshlandi. Ozroq kutamiz. 30 soniyadan 1 daqiqagacha vaqt oladi. Ba'zida sahifalar soni ko'payib ketsa, 1 daqiqadan oshishi ham mumkin. Videoni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Men endi kutib turaman. Yuqorida yasab beruvdi menga. Ushbu mavzu bo'yicha Wikipedia yo'li va madaniy almashinuv. Xo'p. Endi hozir yangi yasab beradi. Tezlashib ketdi. Ikki daqiqa bo'ldi va уже tugatish kerak. Уже tugab qoldi. Rasmlar qancha ko'p yaratilsa, yaratish vaqti ham ko'payadi. Yana ozroq kutamiz va prezentatsiyamiz tayyor bo'ldi. Hozir uni kompyuterda ochaman, shuning uchun sal noqulay ko'rinishi mumkin. Ammo olganda yomon emas. Shunday uslubda siz ham o'zingizni prezentatsiyalaringizni yaratishingiz mumkin bo'ladi.